Prezidentimden, halkımdan so'rab, yordam so'rab, endi chiqyapman. Men bunaqa chiqqanni nomus qilardim, judayam uyalardim. Akamni birinchi ayoli bo'lmasa, birinchi ayolidan yana 3 ta bolasi bor. Hozir bittasi o'tib ketdi-da. Hali u 3 bolasi bu nasletstvani o'zlaricha bo'lib olganini bilmaydi. Hali ular sotga beradi, otasi-da uni ham. Бұл еже жақын ортада апамдан идентификациялы коды менен каттоодон өтүп документ жасап алыпты. Chiqarib yuboring mana jinnini. Siz endi hozir meni ko'rib endi emne jillab o'tasiz. Qani suylab o'tasiz. Ochaq. Assalomu alaykum hurmatli Shvega programmasının görüşçülері. Atjön Mөмірзақ Азимқұлов. Мен азыр Ош шаарына караштуу Амир Тимур Кече районунан орун алган Айни деген көчөдө турам. Ошол жерде жашаган Гүлнара Сулайманова деген эже Швега программасына кат жазып кайрылган. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын жетекчилигинин тапшырмасы менен мен ушул үйгө келип, эмне доомат болду экен, эмне арыз болду экен, жеринен көрүп билейин деген максатта келдим. Кыскача маалымат берип өтөйүн. Гүлнарахон Сулайманова деген эжебиздин абышкасы өтүп кеткенден кийин 2023-жылы март айларында ошол абышкасынын бир тууган карындашы келип, мына ушул үйдөн 2 сотук жер меники, мыйзамдуу документтерим бар деп көрсөтөт. Ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин эки тарап соттошуп, оттошуп, кыскасы барбаган жери калган эмес. Бирок азыркы күндө ушул 2 сотук жердеги документтүү китебин көтөрүп, Гүлнара келип бошоткула, бул жерге мен дүкөн салам, же болбосо өзүмө тийиштүү иштеримди жасайм деп кыскасы тынчын алып турат экен. Анан азыр эми Швега программасынан коомчулукка ушул маселени жайып берели, ушул маселени бардык элдер уксун, элдер эле эмес, жогору жактагы бийликтеги ушул кайдыгер карабаган жетекчилерибиз дагы уксун деген максатта арызданган эле. Биз келип азыр алдагы мүнөттөрдө Гүлнара Сулайманова менен Рана Юнусованын ортосундагы талаш тартыштуу маселени ачыктап берем. Жүрүңүздөр. Endi chiqyapman. Men bunaqa chiqqanni nomus qilardim, judayam uyalardim. Majbur bo'ldim chiqishga. Men 89-yili mana shu uyga kelin bo'lib keldim. 89-yili keldim. Men kelganda mana 2 xona uy bor edi, boshqa uy yo'q edi. 2 xona uy yorilib ketgan, duvarlar oqib ketgan, shiplar uchib ketgan, aynalari sinib, yog'ochlari yo'q edi. Ошол мезгилдеги сүрөттөрү барбы сизде? Duvarlari yo'q edi. Endi duvarlari yo'q edi, eshiklari yo'q edi. Buni qo'shnilar tasdiqlayapti. Bu qiz kelin kelganda hech qanaqa bet uy yo'q edi. Axlatxona, musrxona edi. Duvarlari ham yo'q, darvozasi ham yo'q, hech narsasi yo'q edi. 2 xona uydan boshqa narsa yo'q edi. Uy ham 15 yil qarovsiz turgan uy edi. Bu yerga odamlar axlatlarni tashardi, musullarni tashardi. Shunaqa turgan xonadonga kelib, men mana shu yerda tirikchilik qildim. Eshik tagida do'kon ochib, kichkina do'kon bilan bola chaqamni katta qildik. Xotin ikkovimiz, xotin halol poy eshik tagida do'kon ochib, do'konimizdan bolalarni cho'ngaytirdik. Bolalar tug'ildi mana shu yerda. 3 ta farzand tug'ilib cho'ngayib katta bo'ldi. Katta o'g'lim yonimga kirdi 17 yoshida. Yonimizga kirgandan keyin katta o'g'lim meni ishlagani Rossiyaga ketdi. Rossiyaga ketib, Saxalin shahrida, Murmansklarda katta o'g'lim ishladi. Ishlab haloldan pul topib jo'natishni boshladi. Keyin undan keyin Koreyaga kirishdi, o'rganib Koreyada ishladi. Ishlab ash o'g'lim katta bo'lib, oldin uylandi. Men uylanmay turib birinchi pul topganda pul to'plashni boshladik. Mana shu uylarni o'nglashni boshladik. Uylarimiz juda ham vayrona, duvarlari yo'q, darvozasi yo'q, ham yo'q, ochiq, hamma yaling edi. Bitta eski 2 xona uydan boshqa uy yo'q edi. Ash 2 xona uyda ham umr yo'ldoshim peshana teri qilib, armiyadan kelib 23 yoshida g'ishlarini quyib, o'zi soyan ekan 2 xona uyda. 2 xona uyga men kelganman. Bu yoqlarni aylantirib, mana 9 ta uy soldik. 9 ta uyda meni o'g'lim, katta o'g'lim, 40 ga kirgan o'g'lim bor. 17 yoshdan pul topishni boshlagan. Saxalinda, Murmanskda ishladi, keyin Koreyada ishladi 9 yil. Shu bolaning chiqargan pullarni ishlab, meniki uy solishni boshladik biz. Uylar soldik, aylantirib, chiroyli qilib, uylarni o'ngladik, soldik, sturka qildik. Shuning ichida o'g'lim uylar o'nglangan ekan, o'zi uylandi. Sinisi bor edi, sinisini med kollejda o'qitdi.
o'zi uylandi. Keyin shuni orasida o'g'lim ikkita o'g'limiz biz endi bittamiz barib chiqib ketamiz. Ota-onamiz tanlagan odam chiqib ketamiz deb o'g'lim yana keyin pul chek oldi o'ziga. Mana shu oldimizdan fetchinga maktabda ondan sentrdan tekis yerdan 7 so'tlik chek oldi. Ya'ni chek oldi, bitta mashina oldi, qimmat mashina. Uylangandan keyin sinisini o'qitdi, turmushga bergandan keyin. Ya'ni pullarimiz ham to'planib, mashinali bo'lib cheklar oyamizki, ko'kisdan endi Allohning ishi ekan bu. Ko'kisdan kelib qoldi kasal. Erim pristup berib juda yomon qattiq og'ridi. Oling doktorlar gapga ko'rsatsa, o'shti vrachlari operatsiya qilamiz dedi. Endi keyin hayotda pochkani bittasi kurishni boshlabdi, qurib qopti dedi. Ashuning uchun pristup bergan. Toshi emas, toshi bor, lekin qurib qo'ygan. Qurinmagan bu yanda toshini olib operatsiya qilib qo'yadi, jasab qo'yadi. Endi faqat pochkani bittasi olinadi dedi. Endi bu yerda emas, Farg'onada o'g'lim endi keyin pochkasini bittasini oldirib keldi, katta o'g'lim. 1 yil o'tgandan keyin ichigidan rak bo'ldi. Ichigidan 16-yilmi, 17-yilmi ichigidan rak bo'ldi. Aradan yana 1 yil o'tib turib jigar siroz rak bo'ldi. Suratlari turibdi. Jigar siroz rak 19-yili bo'ldi, 5-martda. Jigar siroz rak bo'lib, erim 5 yil bu kasal bilan kurashdi. Endi keyin o'g'lim chekit o'zini oyan mehnat qilib peshan teri qilib ishlab topgan pulni oyan chekini ham sotdi. Qimmat oyan mashinasini sotdi. To'plagan aqchalarimiz hammasi erimni Hindistonga olib operatsiya qildiraman, dadam davolataman deb o'g'lim yaxshi niyatda hammasini sotib to'plab Hindistonga olishdan oldin tomografiya qildirdik. Tomografiya qildirganimizda tomografiyada nimasi yaxshi chiqmadi. Jigar uje kurib yetgan yerga yetib o'tdi. Uzog'i bilan 7 umr qolgan. Ovarishlar kerak yo'q. Operatsiyadan chiqmaydi deriz. Oldin ichidan rak bo'lgan ekan, bitta pochkasi yo'q ekan. Ko'tara olmaydi operatsiyani. Endi faqat e'tiborlilar bilan aytgan ukollarni olib berasizlar, himiya yozib beramiz dedi. Himiya yozib berdi. 35 million himiya oldi. Himiya, nur, ya'ni bitta ukol 11 million, 30 million ukollar bilan erim kuchli ukollar bilan, lichina bilan e'tibor bilan katta pul bilan davolanib turdi. Har yili 3-4 martadan bansiz yotardi. Anaqa davolatib keldik. Ash bolam puliga bo'ldi. Bolam o'ziga olgan cheki ham qolmadi, mashinasi ham qolmadi, to'plagan pulimiz ham qolmadi. Anaqa davolatganimizdan keyin, ya'ni baribir erimni biz olib qola olmadik. Qo'limizga kelmadi, Allohdan kelgan dard ekan. 1000 pul sarflasa ham erim vaqt soati bitib, 23-yil 15-martda dunyodan o'tdi. Erim o'lgandan keyin ash erim bir tug'an qarindoshi, singlisi. Sizlarda singil deydimi? Qarindoshi deydi. Ashi bir tur tug'ishgan, bitta otadan, bitta enadan binoyi kelgan qarindoshi tug'ani eshik talashdi. Men meros so'ramandim. Endi biz ashida qanaqasi meros so'r bo'lasiz? Bu uylarni o'zimiz soldik. 35 yil meros so'rman demagandingiz. Endi erim o'tgandan keyin meros so'rman deyapsiz. Siz ashi meros so'rman talashingiz bilganda biz bu yerga uy solmasdik. Boshqa yerga uy solardik. Biz hozir uylar solib qo'ydik. Qanaqasiga biz sizga beramiz deydi. Biz 2 so'tlik meniki, menga bersizlar. Mana qo'limda dokument ko'rsatdi. Qo'lda dokument turibdi 2 so'tlik. Biz erim o'lguncha unaqa dokumenti bor, yasavani bilmadik. Og'irlashib qo'ygan vaqtda bildik. Erim bilan bo'lib uy masalasini qilmaganmiz. Erim o'lgandan keyin janjal qilishni boshladi. Ra'no, Yunus va Ra'no uy talashib 2 so'tliga menga 100 ming AQSh dollar berishasan dedi. Hozir dedi. 100 ming AQSh dollar berishmasang, men senlardan uyni butunlay olib olaman, haydab chiqaraman dedi. Opa, unaqa qilmang. Biz peshin terga mana uy soldik. Hozir buncha mehnat ketdimi? O'g'lim umri Rossiyada, Koreyada o'tdi. O'zim bo'lsa tizzamdan suv oldirdim, belim girija, erim invalid. Mehnat bilan, mashaqqat bilan, eshitdagi do'kon bilan tirikchilik qilib eri xotin. Shu uylarni qildi o'g'lim chiqargan pulga uylar soldik. Bu o'zidan o'zi bo'lgan yo'q-ku. Men keyin bunaqa emasdi-ku bu joylar. Hech narsa yo'q edi-yu. Devori ham, eshigi ham, darvozasi ham yo'q. Qanday endi bu sizga biz 100 ming AQSh dollar beramiz, qayerdan beramiz? Erim jigar siroz bilan o'ldi-ku. Men u vaqtchani qayerdan topib beraman? Desam, uy kerak bo'lsa menga aytgan 100 ming AQSh dollar berishasan dedi. Endi men o'g'lim ikkita, bitta qizim bor. Kichik o'g'lim 22 ga kiryapti. Katta o'g'lim 40 ga kiryapti. Endi amma deydi bizdan. Dadani singlisini amma deydi. Amma bizga vaqt bering. Dedi, qancha dedi? Uzog'i bilan 2 yil vaqt bering. 2 yil vaqt bersangiz, siz aytgan aqchani beraylik dedi. Men vaqt bersam 200 ming AQSh dollar berishasan dedi. 200 ming AQSh dollar bersang, tinch yashaydi onang dedi. 200 ming AQSh dollar berishmasang, hayoting do'zaxga aylantiraman dedi. Men vaqt bersam, meni tilxat yozasan dedi. Tilxatda dedi, men mo'chizdoda ammam aytgan 200 ming AQSh dollarni bera olmasam, uydan meni qo'yib haydab chiqarishga oilamiz bilan qarshi emasman deb dedi, yozishasan dedi. Yozganlardan keyin men endi tilxatda olib turib 2 yil kutaman dedi. 200 ming AQSh dollarga tilxat yozasan dedi. Tilxat vaqti kelganda berishmasang, uyni tortib olaman dedi. Shunga ko'nishsang, men tinch o'tiraman. Bo'lmasam yo'q dedi. Biz 200 AQSh dollar pulimiz bo'lsa, biz boshqa yerga yo'qolmaymizmi? Ash o'tgandan beri nafas oldirmasdan qarindoshi, erimni qarindoshi bir tug'ishgan singlisi qaynayjam. Shunaqa qilib eshigimni tagiga
Bir kun esen bana odamlar olib keladi. Qanaqa odamlar tanimayman men, haqiqiy esen odamlarimni bilmayman. 10 ta 15 ta esen bana odamni sotdan deydi, ubudidan deydi, prokuraturadan deydi, nafas oldirmasdan azob berib, bizni eshiklarimizni toshbo'ron qilib, eshikni buzib yuborgidek bir taqillatib rosa qiynadi bizni. U bergan azobi ham kamlik qilganda soat 3 ta 5-sentyabr kuni bultur 5-sentyabr soat 3 ta kirib 20 ta odam bilan 20 ta odam kechqurun yarim kechaga qo'yandi, hech kim qolmadi. Bitta hokim Muhammad Emin degan qoldi, uchastkoi ministr qoldi. 102lar ham chiqara olmadi kirib bu Ra'noni. Ra'no qaynagachimi mendan uy talashgandi. Kechasi yarim tunda soat 3 ta bolam bilan 22 yillik o'g'lim bilan sinisi bilan meni urib ko'chalarga olib chiqib darvozalarni pechanlab kuplab suvarga qidirib yubordi. Suvarga qidirib yuborib biz 21 kun ko'chada yotdik. Chaqirdim, 2-3 ta qo'shni svidetib turib, svarka qilib qo'ydim. Svarkani kim qildi? Qaysi bola qildi? Men qildim. Qildirdim. Yo'q, Svarkani kim qildi? Men chaqirdim da. Panikani oldim deb panikaga kirib qo'rg'on bilan gaplashib, glavras bilan gaplashib, mashinada yotdik, mashinada yashadik. Shuncha ziyon yetkazdi meni. Do'konim qurgan, remont qildirganimga 1 yil bo'ldi. 1 yilda remont o'lmaydi-ku 400 ming pul sarflab. Bitta asl munisipalam Ra'nodan qo'rqib, Ra'no zolimdan qo'rqib, asl gapi bilan kelib buzib yubordi. Shunaqa tuhmatlar yog'dirib yubordi, tuhmat qilib, hali tuhmatini sizga aytib adoga yeta olmayman. Men haq bo'lsangiz ham, pulingiz bo'lmasa haqsiz demaydigan. Sud meni eshitmadi, ko'rmadi, mendan bir ozim so'ramadi, bir tarafda eshitib bilan sud rishini chiqarib qo'ydi. Kirsindim. Nima uchun kirsin deydi. Kimga qayerga kirish kerak? Nima bo'lyapti demadi. 35 yil yashab kelgan menman, peshana teri qilib uy solgan menman. Bu erimni tirigida uy talashmadi, erim urgani shuni talashyapti. Rozi qilaylik bo'pti, ikki sotiga dokument qo'yibsan, nima qilsam qilib olibsan, qanaqa qilganing o'zing xudo biladi. Hozir cheklar 6 sotiga cheklar 30 ming bo'lyapti 10 adida. Tekis 6 sotiga cheklar 30 ming bo'lyapti. Ipak tur. Ashu 30 ming bo'lgan 6 sotiga cheklar narxini aytdi. Opa, aynan opa, men eja 6 sotiga cheklar 30 ming dollar bo'lyapti. 30 ming aqchingizni beraylik, bizni tinch qo'ying, so'tlashmaylik. Men qudamdalik odamman. Ishtaroqlikqa yaxshi emas, intervyularga berib jurnalistlarga aytmaylik, so'tlashmaylik. Men uni ko'tara olmayman. Jon opa deb rosa yalindim, jon eja deb. Bizam 30 ming dollarga unamadi. 40 ming dedim unamadi, 50 ming dollar desam unamadi. Vaqt bering desa 200 ming aqsh dollar deyapti. Uyda olam deyapti, uyi bor, Zafning domi bor, Parijda bog'i bor, uylari bor. Boshqa yerda men bilmagan uylari bor, ejam. Ra'no ejam o'sha. Hozir uy bo'lib turib, bizdan uy talashyapti-da. Biz uyimiz yo'q-da. Atam o'sha aridi, atamga ashladi bari narsani. Mashinamizni sotdik, qimmat, chekimizni sotdik, Hindistonga boramiz deb. Hozir bizda endi hech narsamiz qolmadi hozir. Hozir sotga borsak biz o'sha sotamiz eshitmay yotadi. Aqcha so'rab yotadi barisi. Pul bo'lsa решение bo'lar ekan bari jetda. A pulimiz yo'q, unda pul bor, uni решениесini qilib yotadi barisi. Mana magazindan buzilib ketdi. Bitta bizniki buzildi. Ошол жакын достуң менен бирге чогуу жүрөт экенсиң дейт. Ошол жакын экенсиң дейт. Машинасына же болбосо үйүнө наркотик таштап бересиң дейт. Менин тааныштарым бар дейт. Ошого чакырам. Сени тийишпейт дейт. Жакында алып кетет. Ошо менен сен менен бардыгы жакшы болот. Мен сени тийишпейм дейт. Буну ким айтып атат? Рано эже деген. Ошол айтып атат. Кайсы качан айтты буну? Где-то 2 жумадан өтүп калды уже айтканыбычы. Ошондой болду. Каматып берем, ошондой каматасың дейт да, же болсо өзүң камалып кетесиң. Мен ошондой кыламын десем да, прокуратурада, судта бардыгында тааныштар бар дейт. Штраф төлөй албай каласың дейт, ошо менен камалып кетесиң дейт. Ошол жакын достуңду каматып бересиң, пастава кылып берсең, ошол менен сага тийишпейт. Мен бардыгын айтам дейт. Бул Юнусова Рано Фетченко мектебинде мугалим болуп иштейт. Биринчи башталгыч класстын мугалими болуп иштейт. Азыркы күндө. Бирок келтирилген маалыматтарга таянып, мен бардыгын далил сыяктуу келтирип айтам. Мугалимдик этика, эстетикасына туура келбеген кыймыл аракеттерди жасап аткандыгынын күбөсү болуп турабыз. Жаш мүнөзгө, жаш келечекке, башталгыч класс окуучуларынын аң сезимине, психологиясына, философия тараптан алып карасак, чоң терс таасирин тийгизип атат. Мен ушу силерге кайрылуумдун негизинде айта кетсем, Кыргыз Республикасынын билим берүү министерствосуна, биздин ажы башчыбыз Жапаров Садыр Нургочоевичке, ККМдин башчысы урматтуу Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке, сот департаментигина, жогорку кеңешке, биздин Кыргызстандын желегин көккө көтөрүп турган укук коргоо органдарынын бардыгынан
жардам сурап калам. Бизге мыйзам чегинде жардам берүүңарды, биздин тебеленген укугубузду тикелеп берүүңарды, 2 жылдан берки бизге материалдык, моралдык зыяндар менен, дөмөттөр менен бизди аябай көйгөйлүү, жаман абарларга салып жүргөн Юнусова Раноға мыйзам чегинде чара көрүп берүүңарды абдан суранмакмын. Bolası kızımın oğlu. Mesela Törelgen. Mesela Padval. Bunu cer törödü mü? Yer Törelgen. Törelgen. Mesela çoğunla işte. O oğlu Casır. Burungi erden boğan bola. Casır. Gündür Hocanın murdaki yerinden mi Erden bu? boğan. No özünü otasının singeri hürmet kılıp rahmali İmincanlı. Mesela çoğunlayıp Mesela 17'den ötkende Rossiyaga ketgan. Rossiyaga ketib, Rossiyada ishlab kelib, mana shu uylarni qilgan. Mana shu uy manoni qilgan. Qarindoshini chiqargan. O'zi uylandi. Uylanib keyin tag'in ketib, ashaqda ishlab, undan Koreyaga ketdi. Koreyada ishlab kelib, mana shu uylarni qildi. Mana shu uylarni qildi. Bu mana bu Rano bir so'm pul sarf qilgan emas. Nimaga kelvan qo'ygan emas. Nimaga men shohidaman. Mana hozir Amerikada ishlayapti shu bola. Amerikada ishlayapti. Madan chek olib qo'yganda, chekda otasi kasal bo'lib yotganda $17,000 sotib, mana shu otasiga kasalni qaratib, oxiri bo'lmadi, o'ldi. Bu uyda rahmallik opasi, kuyovning opasi, shu ikkinchi qamdoshiga bergan ekan. Dayansiz qilib qo'ygan ekan 2 sotagina. Bu Rossiya grazdan bo'lgan. 20 yildan shu yoqda yurib turib, so'g'ish boshlangandan keyin men qochib kelgan. Kelib bunga Ranoga o'tkazib qo'ygan, dayansiz qilib. Shu kevalim uylarni solganman, mana qilganman, ana qilganman. Ana magazinni ham eplashi ashida invalidda otasi, kuyovi. Shu ashida tirikchilik qilib turardi, ashuni ham buzishib tashladi. Endi bu hurmatli sotdagi ishlayotgan sotlarimiz bu oqda oq, qorani qora, mizan chekida bir narsani yetish kerak edi. Bir tomonlama bo'lib turli shart ontarish kerak emasdi. Bu bo'lsa mana tarbiyaviy zavod bo'lsa. Esimda Misada men advokat qatori nima deydi? Переводчик. Переводчиman. Ko'tarmachi. Ko'tarm. Ha sen ma'da zavod bo'lsang, senga davlat maktabdan pul beryapti-yu, ақша beryapti-yu, oylik beryapti. Ha sen bu bolalarni tarbiya qilishdan nega u yoqda yursang? Bolalar qanaqa bo'ladi? Vatan uchun, el uchun, farzandlarimiz, o'g'illarimiz, qizlarimiz el uchun, vatan uchun xizmat qiladigan chiqib ketish kerak, ilmli bolalar. Bulardan chiqqan bola nima bo'ladi? Tug'an urug' bilan urushib chiqadigan bo'ladimi? Qolgan o'qituvchilarga ham, muallimlarga ham shila nalat keltiryapti. Minasi sela prokuratura yozadi, misaga yozadi. Böyle qiladi, tarbiyachi bo'ldi. Mana kichik o'g'ilni, mana men bu yerda 525 hojalik bor. 5 qo'lday bilaman. Kimi o'g'li, kimi qizi, kelini qanday, otasi qanday, opasi qanday, qudasi qanday, hammasini 5 qo'lday. Mana shu bola mashda katta bo'lgan. 200% garantiya beraman. Narkobaron deydi. 200%, 200%. Nimaga? Mashhur turadi, mashhur o'sgan bola. Mana Rossiyada ishlayotdi, otasi kasal bo'lib qaytib keldi. Kelib otasini qaradi. Endi bir oqda qorani qara deb bir narsani bir mizon chekindi, bir chechish kerak edi uka endi. Bir tomonlama bo'lib hammasini nima qilaversa ham bo'lmaydi. Jahon, Madina, Mashhadda tug'ilgan. U cho'ng bolasi Jasur rosa ham yaxshi manaqa bola, esli bola chiqdi. 2 yasharmi, 3 yasharligida kelgan u bola shu yerga. Endi Imin akani bolasi qatori u bola ham. Shu bola qildida hamma yo'qdi. Imin aka invalid odam edi. 2-gruppami, asnaqa invalid edi. Yaxshi odam edi, rahmatli, biroq yomonligi yo'q edi. Mogulnor opa ham shu yerda ma'da tirikchilik qilardi, kichkinagina do'konchasi bor edi. Ashlarni ham buzib yuborishdi. Endi bu musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi-da uka. Menda qarasang, haligi
xafa bo'lib ketasan ekan, bu 5 kunlik dunyo. Hamma yo'q qolib ketadi-yu. Nima kerak bor shuncha narsani kim olib ketadi bu joylarni? Bo'pti, u xotinda uy yo'q bo'lsa ham mayli ekan. U xotinni men tanimayman, ko'rmaganman даже. Shu yerda shuncha yil yashagan bo'lsa ko'rmaganmiz-da endi. Imin akani singlisi ekan. Uylari, joylari bor, o'ziga состоятельный xotin ekan. Endi Alloh uchun bularni tek ko'p ko'rish kerak. Nimaga mana Gulnora opa sabr qilib shu yerda yashadi Imin aka bilan. Oriqjon odam bo'lgan. Tirikchilik bo'ynida bo'lib, kechgacha shu do'konda o'tirardi. Imin akam o'tirardi, Gulnora opa ham. Bizni bilganimiz shu. Biz bilamiz shu uylar mashlardiki. U Ranaxon opaniki deb o'ylamayman men. U даже unaqa masamda. Бұл ойды шул жалпы qo'shnilarning o'yin atынан dag'ini aytsanızlar bo'laveradi. Misol ушул үй эми канчалык деңгээлде мисалы мыйзамдуу эмес экенин соттор аныктап чечип атышат, бирок негизи кошуналар ушул айыл эли ушул үй, жай Gulnora эженики деп эсептешет. Albatta. Inakin tam bitta narsa menda tajriba deb esimda minsa tajriba qilaman deb. Bekiling bola. Mana shu o'g'lim yetim bola ekan, mana. Kecha yig'lab keldi. Do'sti ekan, Jahonni do'sti. Jahongir Beyda do'sti bo'laman. Shu hozir 3 kun adi minsa chaqirib doпрос qilibdi. Oxirida 4-kun Gerayin mashinasiga tashlaysancha, inakin qutulasa yo'masan qomattiraman deb mashina qilibdi. Qanday degan narsa? Mana yetim bola bo'lsa. Sen aytibdi buni mashinani tashla deb. Uyimga 3 joli chiqibdir minisalar, chiqib men jo'q bo'lgan edim, jumishda edim. O'sha men chiqqandan keyin dedushkam aytdilar, minisa chiqib o'shanda seni so'ragan deb. O'sha men 4-kuni chiqib 3 minisa olib tushib ketdim men tergovchining oldigacha. Tushdik, tergovchining oldiga Ranoyjani chaqirdi o'sha meni. Tushib Ranoyja qiyqirib sen kimsan, anday deb men seni qamatam, shtraf soldiram, moralniy давление qilding menga deb TikTokka video chiqaraman edim o'sha bo'yicha. Anam tergovchi ақша beresin deb o'shanday qildi-da, mamlesi menchi. Kimdi? Meni da temani jopish uchunchi, o'sha deloni jopish uchun. Men o'sha rozi bo'lgan jo'qman. Ranoyja bir yo'li bor dedi. O'sha sen tishpeybiz dedi. Ne qilasin dedi, video chiqarasin dedi. Ranoyja yaxshi ayol ekan, anday debchi. Anani ikkinchi yo'li deydi. O'sha Jahon do'stim menen birga cho'g'i jurат ekansin deydi. O'sha yaqin ekansin deydi. Mashinasiga je bo'lsa uyini narkotik tashlab beresin deydi. Men tanishlarim bor deydi. O'sha chaqiram, seni tiyishpeydi deydi. Jahonda olib ketadi. O'sha menen sen menen bardagi yaxshi bo'ladi, men seni tiyishpeyman deydi. Buni kim aytib o'tadi? Ranoyja degan. O'sha aytib o'tadi. Qaysi qachon aytdi buni? Где-то 2 jumadan o'tib qoldi уже aytganachi. O'shanday bo'ldi. Qamatib berayim, o'shanday qamatasin deydi-da, je bo'lsa o'zing qamalib ketaysan. Men o'shanday qilaman desam-da, prokuraturada, sudda barlig'ida tanishlar bor deydi. Shtraf to'lolmay qolasin deydi, o'sha men qamalib ketaysan deydi. O'sha Jahon do'stimni qamatib beraysan, pastava qilib bersang, o'sha men senga tiyishpeydi. Men barlig'ini aytaman deydi. Shunday bo'ldi. Endi hurmatli prezidentim, eshitding bizga o'xshab qiylanganlarni haqiqat qilib adolat bilan yordam bering, sudlar eshitmayapti. Bormagan joyim qolmadi. Munovi mana Mo'ydinova Masudaxon mana meni opam mana. Bu opamga otamdan 4-7si o'tgan boshida. Anan mana Yunusov Eminga men u mahalda kuyovim bor edi, Jo'rayeva Ra'no edim men. Hammamizga bir do'ladan bizga o'tgan. Opamga teng yarmi o'tgan, mana ko'rdingizmi? Anan opam 11-yili o'zinikini Xolmatova Adinaga beryapti, Sultonbayevnaga. Anan bir tug'anlardiki hammamiz bir do'lamiz qolib ketyapti. Men buni 2022-yili hammasiga yalinib yurib o'tkazdirib berdim. 2022-yil o'tkazdik bir do'ladanda. Eminga, Yunus Eminga. Dokument ishlari tag'i emas bo'lchi. O'gacha dokument hammasi bizda bo'lchi. Ana shu uy o'zi aslida otamning uyida. Otam uydan, otam o'tib ketgandan keyin teng uyda yarmi mamamga o'tarkan. Qolgan yarmi 6 ta bolamizning haqqimiz bor ekan kusogdan. Shu yarmini opam sinimga padart etgan. Yarmi 6 ta bolaning nomida qolgan. Keyin mana akam yashadi, tek qo'y deganda bo'pti, yashayapti. Endi mana uyiga mana enam ham o'lib ketdi. Enamni
nima desam ekan, shu uyga kirib pato o'qigani, shu uyga kirib jinday haligi qiz bola borgisi kelar ekanda, is chiqarib, bunday ota-onaning o'tgan eshikni eslab borgin kelar ekan. Shunga agar borsak, shu uyni bo'lishmaslik ham hali yaxshi kutib olib, kelinglar, ota-onalarning uyi duo pato qilgani mana deb, biz o'shanaqa ham kira olmayapmiz. Shuniga kiramiz desak, yo'l qo'ymayapti. Qisqasi, sinimning bunga yarmini o'tkazdi do'lasini. Biz ham prosta bundaqa xudodan qo'rqib endi mana o'zimiz endi nimamiz, bu ham ko'chada qolmasin deb unga bermasak ham bo'lardi. Haqqimiz bor edi, o'zimizni kusok, men 6 ta yarmi. Buni vobshe haqqi ham yo'q edi u yerda, akam o'tib ketgan. Biz prosta o'zimiz do'lamiz, prosta o'zimiz berdik shunga. Unday saglasna bo'ldi. Endi yarmida opam. Shu opamni uyiga kirib, pato is chiqarib, deya ehson qilib o'tiraylik, ota-onamiz eslab desak kirgizmayapti. Endi shu kirgizmagani uchun zakon bo'yicha sudlarga berib, mana sud biz tomon bo'ldi. Ungacha bu TikTokda bizni kirgizmayapti, uyimdan haydayapti, ko'chada qoldik. Hech qanaqa ko'chada qolgani yo'q. Uni do'lasiga hech kim kassatsiya qilmayapmiz. O'zimiz addushi berganmiz. Yasharsan shu qisqa qancha sotiga? 170. Bu yerda 2 sotiga kirgizmayapti. Men birov bilan yasholmayman, kirmaydi. Hech qanaqa nima desam ekan, urush janjal yo'q, prosta kirib biz duo pato qilib, biz ham Rossiyadamiz, kelib galgada ota-onamizni eslashimiz kerak. Har kim ham ota-onasini yashagan yerini, turgan yerini eslaydi, ayniqsa qiz bola kelganimizda. Shuni biza jo'ndan-jo'n kelinglar opa, kelinglar uka, mana duo pato qilib qo'ysa, biz bunchalik o'zidan-o'zi janjal ko'tarib, o'zidan-o'zi bes nimaga sharmanda qilyapti o'zini ham. Shu Siz qo'shni qator kelsingizmi? Men qo'shnasi. Bir ikki so'z qo'shib qo'yingiz ham otang kelgandan keyin. Yunusolarda bir qo'shnasi bo'lam, Sadrnayni 54'dün bir deval qo'shnamiz bo'lamiz. Suleyman va Gulnorani 2002-yildan beri tanıyım. Qo'shnamiz bular 2010-yil yashab yurgan Ranoyga. 2009, 2010, 2011 o'sha opasi o'tgandan keyin anan keyin qatnashmay qo'ydi. Bu Gulnor og'am menen eje singdileri qatnashmaydilar, сүйлөшпөйдүлөр да. Булар келгенде бул кошунам подвалда жашайдылар. Подвалда, действительно подвалда. Ким Гүлнар эже? Гүлнар эже постоянно подвалда жашайдылар. Биз бары арапали кылабыз го. Арапали алып чыкканыбызда же тамак аш берип эле алып чыкканыбызда подвалдан чыгат эле да. Катын только подвалда жашайдылар. Булардын апасы ошо плановой үйдө отурат эле. Биз тамак аш алып чыкканыбызда камперди көргөнү киргенибизде ошо Рано эже карайт эле. Рано эжеден кийинки мына Зүлпе эже карайт эле. Бул эже бар эле апасынын 2011 жыл 2010-2011 жыл бул эже карган апасыны. Ушул эже карган апасыны. Рано эже обеспечить кылат эле тамак ашыны, таблетка, дары-дарман ташыйт эле да. Мынандай мына кошунабыз Рахмали мына Иминжан акам өткөндө өтпөй туруп Рано эже постоянно дары-дарманын, леченияларын полный обеспечить кылат эле акасыны. Biz bunu hozir bunga aytdim. 20-25 ming beraylik, to'plab hammamiz aka-ukalar to'plab beraylik, mayli chiqib ket. Потому что buni ham biz akam uchun bergan edik. Akamni shu kasalini qaramasdan aravoniga ketib olib, uyda o'tkazib berasan deganda berganmiz. 22-yili. 25 ming dollarga bular ololmaydi. Bir yettisini men roziman, bo'lib olib sotsin. 50 mingga sotsin. Odan tashqari 25 ming dollar berayın dediler. Bir jetden tashqari. Tashqari 25 ming dollar beraylik. Men o'ylayapman, 25 ming dollar berib chiqib ketdi otgan ekan deb. 25 ming dollarda o'sha uy o'tirgan yerida yana o'sha uyda nimasiga beraylik desak, yo'q dedi. Degandan keyin hammasini olaman men deydi. Hammasini bunga nimaga beramiz biz bunga? Bu akamni birinchi ayoli. Bo'lmasa birinchi ayolidan yana 3 ta bolasi bor. Hozir bittasi o'tib ketdi-da. Hali u 3 bolasi bu nasletstvani o'zlaricha bo'lib olganini bilmaydi. Hali ular sotga beradi, otasi-da uni ham. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр биздин Швега программасынын ушул студиясына деп кое берелим. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын имаратына Ранохон Юнусова эжебиз дагы бир чечимди көтөрүп келиптир мынакей. Бул жогорку соттун чечими экен. Эки тараптуу багыттагы маалымат таратыткан үчүн мен Ранохон эженин анда келиңиз дедим. Ушул боюнча өзүңүздүн кыска оюңузду маданияттуу түрдө айтып берүүсүн сурандым, Рано эже. Сизден бир акыркы жыйынтыктоочу маалыматты. Men 35 yilgi staj bilan pedagog maktabda ishlayman. Men zakonga boshlayman. Zakonda negizida
Bu uy Sadır'ın aynı 54-uy ata-enamdan menda miros keres nimasida qolgan uy. Meni o'sha uyda 2 sotik haqqim bor. Mizamda haqqim bor. Men sotib olgandek, milsalar sotib olgandek, men bitta oddiy muallimman. Meni oshqcha advokat olganda aqcham yo'q, to'g'risini aytsam. Xarajatim yo'q. O'shuning uchun bu o'zimni menga tegishli 2 sotikli uy ota-enamdan qolgan miros qatori qolgan uy. Akamni o'zini solgan uy emas, ota-enam uyi. Buni odamlar tushunishini xohlayman-da. Ondan keyin mana kechagina birinchi sud, городской sud, undan keyin областной sud kuchida qoldirganda mana kechagina Jo'g'org'i suddan xat keldi. Shu menga 2 sotik uyimga, menga kirishga, men foydalanishga, men xohlasam bu uyda kirib yashayman, xohlasam birovga podarka qilaman, xohlasam u meni huquqim. Meni o'zimni haq grajdanin Qirg'izistonda yashagan odamning huquqi. Meni 2 ta uyim bo'ladimi, 3 ta uyim bo'ladimi, bu meni o'zimni uyim. Men ota-enamning uyi emas, boshqa emas. Bunovi ota-enamdan qolgan menga miros uy. Endi nima demoqchiman? Men ko'p gapirmoqchi emasman. Meni odamlar har tomonlama har xil gaplarda o'zlari chechim chiqarishib oladi. Mana meni go'z haqim bor. Men mana shu uyga 2 sotiga huquqim bor. Meni prezidentga borilgan zakon bo'yicha meni shu 2 sotik meniki. Men bu uyni sotaman degan emasman. Sotish to'g'risida gap ham bo'lgan emas. Boshqa bo'lgan emas. Agar biz bilan muomalasi yaxshi bo'lib, boshqa bo'lganda uy bo'linmasida ham o'tiraverardi. Bu yerda hech qanaqa uni nimasi yo'q edi. Chirchatoq bo'lib o'tdilar. O'zi chirchatoq chiqarib, o'zi konfliktga borib, hech kimimiz bilan muomalasi yo'q o'zi. Ota-enam bilan ham muomala bo'lgan emas, qaynagachalar bilan, qaynjurt bilan umuman muomala bo'lgan emas. Shu prosta meniki desanglar, endi akamga to'g'ri, akam yashagan o'sha yerda. Akamni nomida bo'lmasa ham bu to'g'ri akam yashagan. Akam uchun biz endi unga indamaganmiz endi, to'g'ri. Shu qisqasini aytganda mana oxirgi Jo'g'org'i sudda keldi chechimi. Xudo xolasa endi shu uyga kirib yashayman. Endi o'shanda sizdan jinto'chi ma'lumotiniz Oş şahardaki sotunun çeçimi, Oş oblustuk sotunun çeçimi, anan Jo'g'org'i sottun çeçimi, mına uşul siz jasagan hareketlerдің жиынтыгы деп есептейсіз. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда мына Сулайманова Гүлнарахан, Юнусова Ранахандардын ортолугундагы талаш тартыш маселеси боюнча кыскача айтып өтөйүн. Бул жерде азыр Сулайманова Гүлнарахан арыздар менен сиздерге да кайрылыптыр, сотко да кайрылган. Бул жерде Юнусова Рана өзүнө Халматова Айтина деген сиңдисинен, ата-энесинен калган керезден калганы Юнусова Ранаханга мурас керез катары өткөрүп берген. Дарения, белек катары өткөрүп берген. Ал жерде эми 14-төн 8 бөлүгү деп өзүнүн үлүшү такталган, башка кыскача айтканда 2 сотик жер деп такталып атат да. Ош шаарындагы Айдина көчөсү 54-үйдөгү бул талаш тартыш маселеси боюнча азыркы учурда Юнусова Ранада 2 сотик жерге укуктуу ээлик кылуу укугу бар, катталган. Бул боюнча өздөрү ошол 2 сотикти тактап алуу боюнча архитектурага кайрылышып, ошол жерди тактап бөлүп алып, өздөрүнүн сотиктерин тактап алуу боюнча кайрылганда, ал жерде Юнусова Гүлнарахан киргизбей койгон, ал үйгө. Сулайманова Гүлнарахан киргизбей койгон. Андан кийин булар ошо сотко кайрылууга муктаж болушуп, сотко ошол киргизүү боюнча доо арыз беришкен. Доо арызда мына сотто такталып, Ош шаардык соту боюнча 2023 жылы 29 ноябрда бул жерде чечим чыгып атат. Киргизилүү боюнча чечим чыккан, булар боюнча бар. Андан кийин булар областтык сотко кайрылышкан. Областтык соттон ошол жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегия бул ишти тыкыр иликтеп, тактап, ошол Юнусова Рананын 2 сотик жери бар экендигин тактап, киргизүү боюнча ошол эле шаардык соттун аныктамасы чечимин күчүндө калтырып аныктама чыгарышкан. Андан кийин ушул тема боюнча булар кассациялык
даттануу берип жогорку сотко кайрылышкан. Жогорку соттон 2024-жылы 6 майында ал жактан ушул токтом күчүндө калтырылып, 2 инстанция тең күчүндө калтырылып, азыркы учурда чечим чыгып келди. Бул деген тема эми бул ушул Юнусова районунун 2 соттук жерге өзүнүн укугу катталгандыгы такталып, ошол жерге киргизүү боюнча өзүнө менчик эси деп такталуу боюнча берилген тема. Азыркы учурда өзүнө катталган укук боюнча менчик эсин өзү кандай кылып пайдаланса өзү билет. Башкарса өзүнүн иши, өзүнүн укугу. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көрүсүздөр, укук коргоочусунун акыркы маалыматы. Эми биз мисалы буга чейин канчалык мамлекеттик органдарга барсак барбасак, бирок жогорку соттун чечими мисалы биз тан албаганга же болбосо аны моюнга албаганга акыбыз жок. Өзү мыйзам боюнча ошондой. Эми бул жаатта дагы кандай, келечекте дагы кандай кадамдарга барышы бизге азырынча күмөн болуп турат. Раноженин мага берген өзүнүн маалыматына караганда, эгерде мен көрсөттү дагы бир жолу айталагам, мамилебиз баштан жакшы болгондо дейт, анда мындай чыр-чатакка бармак эмеспиз дейт. Анда баардыгы мындай бир багыттуу эле бүтмөк дейт. Мен деле кызыл китепти мынтип көтөрүп жүрмөк эмесмин дейт. Бир эле кызыл китеп болмок дейт. Ушул акемдин арбагы ыраазы болсун деген, ошол жерде бала чакасы менен тарбияланып өрсүн. Болгондо эшигин биз барганда ачып, ысык чайын берип койсо эле болмок. Ошол нерсе бизге жетишпегендиктен биз укук талаада мыйзамдуу аракеттерибизди көрүп, мондай кадамдарга барды деген маалыматын берди. Мына көрсөттүн жыйынтыгында ушуну баса белгилеп айтып коеюн. Анан эми буга чейин кандай окуялар болгону боюнча арыздануучу Гүлнара Сулайманова бизге маселенин чоо жайын айтып берген. Жооп катары башка майда чүйдө нерсеге өтпөйүн деп мыйзамдуу документтерин көтөрүп алып келип бизге жайып берди. Мынакей биздин бул документтерди көргөндөн кийин башка сөзүбүз жок. Ынтымак, ырашкерлик гана каалайбыз. Жалпы элибиз тынч болсун. Швега программасынан кийинки амандыкта жолукканга чейин жакшы туруңуздар. 3 этажный магазин кураман деп талашыпты. Şu 35 yıl ömür, mihnat, şunga shunaqa qilib ovoladimi?